Bugün biz aşxonlarda eng moda bo'layotgan qozon kabobining tayyorlash usulini birlikda o'rganib chiqaylik. Qani, ketdik. Oldi bilan qozonga 50 gram may qo'yib, seriq maydan bir parcha silib, may normal qizigandan keyin oldidan to'g'rab tayyor qilib olgan yong'yon silib, qizartib, qatirib, süzib ilib olamiz. Ko'pchilikniki meni rag'batlantirish yuzidan yurak belgisini besib, jiq-jiq gul avat qo'shinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Tayyor qilib olgan paqlarning qo'vrug' go'shtini qozonga silib, ikki tarafini o'rib, qizartib, lozingni bir qo'shiq zanjil, bosh piyoz, muvofiq miqdor tuz, oqmush, qarmush, zira, loz talqini, arpadan silib, go'shtning ikkili tarafini o'rib, qizartib, yarimchimiz suv quyib, savzini silib, normal o'tda 10 minut dumlaymiz. To'shqandan keyin tuvoqni ichib, oldidan tayyor qilib olgan yong sib, qaytadan tuvoqni yopib, bo'sh o'tda 20 minut dumlab suv tuygandan keyin taxsiga to'g'ralgan girdini tizib, ustiga suratda ko'rsatilgan bo'yicha yong go'shtlarini tizib ilib, pishiq tuxum tarixamakni besib, ustiga bosh piyoz, osh cho'kin sipib tayyorlasak bo'ladi. Uzam tangshigan lag'mansay, dapanji, kabob, sho'rpa, har xil xurishqa ehtiyojli do'stlar ayrim xonamga uchur qiling.